bo'llari. 15 minutdan plan strategiya ishxonasi bor. Qatnashmagan bo'lsangiz direktor. Mening lider bilan ko'rishmoqchi bo'lganimni ko'rmayapsiz. Tishingizga jusey chapishib qopti. Qirqiz. Şuna ben sizni bir tarafta yutan dedim-ku. Ben unda qılamayman direktor. İşte bu işte yutan diyen ki boş versanız tügümedi mi? Nimi tolu gap bu? Ben unda qılamayman. Ben liderden ko'rsatmasini ish qilaman. Ulan xotin ne? Oy, kechiring. Chiqasiz. Kechiring direktor. Ben atat degan 7 yerim bilan kep bo'lma. Oldiroq kelib tayyorlik qilasiz. Bir ay ishchidilam. Monqillaringiz cho'g'ilib ketib qolasizmi? Keyin xislat. Model. Siz meni shunda bo'shchaqlab qolgan o'xshamamsiz Polat direktor. Agar sizlar shunday qila olsangiz, men cho'qqim kechirim so'rayman. Hisob. Hisob. Ismim Xislat. Bundan keyin texim yaxshi ishlashga tirishaman. Xislatga taqobil turish choralarim. Xislat? Bu narsa qanday ishlab oldingiz? Men u xotin bilan bir oil kishilari bulamdim, bo'lmamdim o'zimning ishi. Siz aralashmang. Xotirjam bo'ling. Direktor kelgan hamma men sizni xabar qilayman. Imen, Xislat kitap qo'ying. Pul kaynimga agishib, chivinda kijildab ishim pishirayotmisan. Bek bizar oldim. Ha. So'mkalarni yig'ishtirib, hozirlam yo'qolsin. Men unda kotibning keragi yo'q. Bu işte şahsiyetçilik qilganimni e'tirof qilma. Bu menda kechirim so'rag'iningizmi? Sizlar zaten nima ish suiqasd qila olasizlar? Suiqasd? Dadam meni hozir chaqirib, to'yining kechiktirilganligini aytdi. Xislat. Men bugundan tortib sizni ishdan rasmiy bo'shatdim. Ha? Men sizga necha qatim dedim? Xalqning shaxsiy turmushiga aralashmang deb deganmi demagan? Lekin kirishdim dedim. Sig'ma. Yig'ma Xislat. To'y qilib safarga chiqayotgan liderni chaqirtib kelibsiz, ha? Direktor, xato tushunib qolibsiz. Men lider bilan aloqalashmadim. Amsi bu ishlarni u qanday bildi? Men nadim bilay. Men bugunlam ko'chikdiman. Voy, men sizga dedim-ku, menda pul yo'q deb. Siz Şirketning taraqqiyoti uchun mehmonxonaga boshsiz beraveramsiz. Xislat. siz meni nima ko'rib qoldingiz? Ha? Men sizga bir gapni deb kirgan. Ha, gap bo'lsa, davra. Ba'zi bir zurriyatlar tufaylidan ikkimiz o'rtasida kelishim hosil qilmoqchiman. Zurriyat? Albatta. Nima kelishim kerak u? Men sizning barliq ishlaringizdan xabardor bo'lib turishim kerak, direktor. Hamma ishlarimdanmi? Albatta. Bu xabardor bo'lgan ishning bir doirasi bo'lar. Shirkatning ish sirtida elib boradigan barliq xizmatlaringiz, doim ko'rishib turgan do'stlaringiz, ham kundalik ish faoliyatlaringizdan to'liq xabardor bo'lib turishim kerak. Voy. Maaş buldu ekan-a. Bu siz mening ishlarimni jipti jinisigacha bilishingizdan nima hikmati bor? Albatta hikmati bor. Uydagi ishlarni demda? Albatta. Lekin
Men siz uchun maxfiyatlik saqlashga kafolatlik qilaman. Ben yakında bir uy ko'chdim da. Shunga zinnatlashkim bek chiqib pul ketdi. Hozircha shu yetib turaymikin deyapman. Rasma, ko'chmaydigan bo'ldingizmi? Shu yerda turib qarang. Lekin men uyning ishimizning orasida maxfiy bo'lsin jumuh. Bo'ldi. Shunaq bo'lsin. Undaqda men xizmatlardan doklad beray. Tushdan burun tashviqot bo'limi e'lon bo'limida yig'in bor. Tushdan keyin xizmatchilar yig'ini bor. Undan keyin siz qo'l qo'yib tekshiradigan materialdan oltisi bor. Oldi bilan bozor o'ynaylik. Undan keyin kiyim olaylik. Undan keyin kino ko'rkilarmiz. Hujjatdan oltisi bor. Qani, ko'rib chiqing. Direktor, Po'lat. Po'lat. Direktor. İşte bo'lsin hamsa bu ishlar. Bo'ldi, tushundim. Bir ish bo'lmadi? Yo'q. Ishingizni qilavering. Bo'ldi. Acaba chitilish gapmi? Apa, Perizat qaytib keldi. Voy canım balam. Ay balam yaxshimi balam? Ajabni ko'rgim keldi. Sevgandim seni. Voy kila balam chiqib o'tira. Yo'lda japatatni qag'ilsa. Ay kila. Yaştırdın apa? Ay yaxshi balam. Uzaqchi. Özüm yaştırdım apa. Halim bo'lsa. Voy, boyini taqi bekatga keldik da'vat birdan da uyga bo'psizlarmi? Voy mamnun, maşını tayyor qilib turibdi. Odunlam kelishimiz. Halim bo'lsa. Bola. Balıcı. Balani apam shu Perizatni qiynab qolmasin deb uyda qapti. Ata qiynapamchu, yo'lda qiynab qolsiz, charchab qolmang bal qarayma deb af qoldi. Bo'pti. Umi bo'g'ne balam. O'zing uydan orlib toza qiynalgansa, ha? Ancha emas apa. Men mush to'yini deb baldur yinib keldim. Shu to'yning gapini bir qilmag'ana. Neymiş bo'ldi apa? Men bir choy damlab chiqay, undan keyin sen aldırmay deb beraychimu. Men yordamchi yapam. Ana sizlarni kirdi. Men Direktor, hozirdan boshlab imzo qo'ygan narsalarımdan hammani tekshirmoqchi. Ha? Siz hamma ishni menga doklad qiling dedingiz-ku. Shuni sizga deb qo'yay dedim. bildim. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz. Halol, yaxshimi? Aka o'ylaydiganman. Bir uy botdi, mush atrofdagi uylarning bahosini bir so'rab boqay deb kelgandim. Qancha chiqyapti uy? Uy birinchi qavatda, mush yo'l tarafdagi uy. Yo'l yoqsiz uy bo'lsa, o'rni yaxshi. Kala pul beradi. Hozir yo'l yoqsiz uylar 9 ming yuandan bo'ladi. 9 ming yuandimmi? Uyingizni sotadiganman. Agar sotmoqchi bo'lsangiz, men sizga setishib beray. Men nomeringizni yozib olgan odam bo'lsam, sizga telefon qilay, bo'lamdi? Ma'qul. Endi men uyni sotmoqchimi emasdim. Bir bahosini uqib boqay deb kelgan. Rahmat. Bolam, agar uy ijara olsam qanday hisobimda? Qanchalik cho'nglikdi uy? Bir 100 kvadrat metr bo'lsa bo'lar. Agar yillik qolsangiz 20 mingdan 25 ming atrofida turadi. 25 ming yuan. Agar men uyni sotmoqchi bo'lib qolsam, sizni izlay, menga bir yordam qiling, bolam. Bo'ldi, aka, chata. Rahmat.
Rahmat. Bu mening sim kartochkam. Rahmat. Menga yaxshi bo'ldi. Bo'ludamsan. Ma'qul aka. Cesur. Voy, nima? Debmi qo'ymay kelibsiz g'o? Sizni tuyuqsiz xo'sh qo'ytay debchi. Bo'lmabdimi? Cesur doktor, hemen kız şunu verip yapalım. Sizlar tayyorlik qilishtiringlar, men hozirlab boray. Berna, bu bemorning ahvoli faqat yaxshi emas ekan. Men bormasam bo'lmaydi. Cesur. Yılqı ish. Opam ishonlar qanday oldi deb bek so'rab ketib bordi. Berna, biz bek aldirab ketmaylik. Yana bir qancha kun vaqt beram bo'lamdi. Lekin opam oran qo'shilganda tezroq chiqsak bo'ladi. Ma'qul. Siz oturib tamoq yeng. Hazır akşam batda qaytib kirib yey. Cesurning uydagilardan xabar bormi? Jimiblik ketdi o'ta. Biz ularni uy olamiz deb avar bo'lmasin desek, ular nima o'ylayotdi-ki? Sen mi to'g'ri tushun? Ular bolalar bilan birga turishni o'ylaydigandi. Ular xo'sh bo'ladi. Nədimi bizdek yaxşı qiynab bo'lsin. Özünün balistek görüp okutumayız da vassaq. Yani tek kelgüsü sizin izbasarınız kılımız desek, onun değeri yaman. Qaysar, nima bo'ldi? Achaman shirkatning qishki qahvaxonada. Mushay bir chiqa. Bek muhim gap otdi. Acha bek muhim gap dedim-ku. Chiqashdik. Bular.
Acha, endi chiqmasan o'zim kirmayman ishxonaga. Xo'sh. Nima? Hay. Voy. Uf, qo'yibdi-ku bu. Ne bo'lganda bularga? Nima hammasi meni izlab qolgandi? Nima? Jasur rost aytadimi? Ha. Og'zi borman demagan bilan, bormayman demdi u. Hey. Mushuk minchaq odamma? Acha, mushuk deysan-ku. Bu kichikishma. O'ylab baqa. Akam haq ishga yo'g'lab bo'lsa, oyingiz sat emasmi? U ya kichik bo'lmasa, u o'zining ishini o'zi yaxshi bir taraf qila oladi. Uning ishini men. Bo'ldi o'zing ra'y qo'yinglar. Acha, undaq deganimda akamning mijozini bilsa, vaqtga joyliq tutib qolsa, ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi uning. Acha, shuni sen akam bilan ko'rishib, uning bir gap qo'y, ha? Ma'qul. Unda men chiqib ketdim. Ma'qul. Acha, chayning pulni o'zing to'la. Kechiring ada, saqlab qo'ydim-a? Voy, yo'q. Siq. Qani. Voy, rahmat. Voy. Men direktorni chaqiraymi? Voy, yo'q, hojati yo'q. Amaliyot men sizni izlab kelgandim. O'tiring. Ha, qanday qilib bu ishlarni ko'ngildagidek o'rinlashtirib oldingiz? Qaysi ishlarni? Voy, ukam, men Po'latni deyman. Shuncha joyil, o'zamchil mijozlik odam bilan chiqishmoq haqiqatan ta'sir. Qanday amal ishlatganingizni menga deb bering, ha? Ada, men bu gapga tasa loyiq emas. Qarang, amaliyotda to'ydan keyin mendilla emas, Po'lat dadisidan qochib yuriydi. Şunu mən nəhayət oңaysızlanıbatdım. Qandaq qılğanda onun bilan yaqinlaşama degan niyat bilan sizning fikringizni ağlı kelib edim. Şunu soruşum. Asf alayda ahvolmi yo'q. Men shu faqat kasbiy ishlarimga sodiq bo'ldim. Kasbiy ishlarimga sodiq bo'lding? Ha. Po'latning loyiqi bormi yo'qmi? Buni toza bilib ketmaydi ekanman. Voy, siz uning bilan bir oy ishlagan tursangiz, uning bor yo'qligini bilmamsiz. Men faqat kasbiy ishlarini bildiganman-da. Ha. Qarang. Undaqda Po'latning loyiqi bormi, yo'qmi? Bana bir yordamlashib, aniqlab bergan bo'lsangiz. Tushunmadim. Mening Po'lat bilan bo'lgan munosabatim yaxshi emas. Nimalar degan bilan o'gay opida. Shundaqdimi, uning loyiq bo'lib qolsa, u qandayroq qiz, to'y qilishga tegishlikmi, emasmi, mening bilib qolganim yaxshi-da. Shundaqmi? Shundoq. Bo'ldi, tushundim. Men bu Po'latni yaxshi olsun deyman-ku, hafqa. Qani, choy iching-da. Ma'qul. Aka. Cesur balam. Ben muş neçə gündən beri muş ətrafdakı öylənin bahasını bir qor sürüştü qılıb baxdım. Yaxşı orundakı öylənin bahası həqiqətən bək qimmətkən. Yandakı nəsi bilən o öylənin bahasıga mən çıxışanmadım. Qetiş quraş qılıb bir öy aldıq degan taqdirdimi to'yga kelganda bir az qiynalib qolgandekmiz. Shunga Parvar bilan maslahatlashdim. Biz
muvafiq uydan birini tepib sirtda ijara o'tdasak, ma uyni qaytadan zinnatlab to'yinga tayyor qilsak. Dada, nenda otsa? Bu uyni akam bikalab berib, biz sirtda uy ijarab o'ltiramdiq. Shundaymi? Bunda qilsa qandoq bo'ldi dada? To'yni qilib oldilar, Jasur moyida biz bilan birga to'sin. To'y qilib bo'lgandan keyin, anandan keyin sirtda bir cho'ngroq uy olamdi, kichik uy olamdi, anandan keyin turmamdi dada. Voy, buni qudular unamaydi ekan. Bölük to'ylaydigan uyda o'tdasa, qizimiz qiynalib qoldi, davatdi. Voy amma. Bu nani qaytisi ekan? Bu akam qotnab bermiz deb bu uyni bikalab. Biz qag'allarimiz ko'tib ko'tirib sirtda uy ijarab o'ltiramizmi, sagardan bu? Shundaymi? Uning ustiga degancha men yilga uy ijarish uchun 20 mingdan 30 ming qo'y pul ketdi dada. Bunda uy ijara elib jon to'shimdi. Amaliyotda bu unchalardek talash-tashqidek ish emas. Nerede olsa ayak suyadi bo'ldi. Bu elmisaqdan baqaydi-ku. Nemishqa bu qoida bizga o'zgarib qoldik. Dada, agar qudlar mush qoidaga ko'nsa, bu to'yni qilayli. Agar ko'nmasa, voy akam u qizga islom bo'lsin qiz oldigan jiqqu. Shundaymi? Amsi mundaq qilayli. Biz mo sirtdan uy ijara elib o'tirib yurmayli. Bu uyni mo qaytadan zinnatlab yurmay. Bahosiga chiqarib bu uyni setib, cho'ngroq uydan birini olayli. Nima? Uyni setib dedingmi? Aka rosa uyni sotamsa? Voy, akam deganda qilayli. Ashunda qilsak, kavabim ko'ymaydigan, zixim ko'ymaydigan ish bo'ladi ekan. Aka, menda bu 20-30 ming qo'y shiqib qo'ygan pul bor. Yetmagan yeriga urug' tuqqanlardan qarz olayli. Qizlar, senami shiqib qo'ygan pulim bor-ku bolam. Mendan pul nemish qilsin? Men tek dadamdan qarz oldim. Voy dada! Bu uy sotimiz demsizda? Men hergiz qo'shilmayman. Menmi qo'shilmayman dada? Bu qarab turib o'sha uyni setyapdimmi? Voy, unda yeniklik qilmayli. Agar bu uy sotsanglar, men uyni chiqdiman. Yishsimi qarmay bu uy sotimiz deysizlar. Dada, meni o'ylab qo'y, men sizning bolam-ku. Naziranda akammi bor, ha? Voy, bu akam xotalam dikan yo ayak degan dikan? Bo'ldi qilamizlar-ya. Dadamlar shuncha jabr berib chiqsa, dadamlar mushundaq bir gap qilamizlar. Bo'ldi. Hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi.